Assalomu alaykum azizlar, yosh elektriklar, hamkasblar. Bugun yana bir amaliy dars qilmoqchimiz. Yangi o'rganayotgan bolalarga foydasi tegadi deb o'ylaymiz. Shuning uchun mana shu 4 kilovatlik asinxron motorimiz bor. Dvigatel shuni push stop knopkalari yordamida ulaganidek o'tgan safar darsimizda mana push stop. Endi bugun o'sha push stop knopkasini ikkita joydan o'chirib yoqish kerak bo'lib qoladi ba'zi joylarda, sanoatda, ishlab chiqarishlarda. Shuning uchun shu ikkita knopkani bilan qanday o'chirib yoqishni o'rganamiz. Amaliy suratda ulab ishlatib ko'ramiz. Hozir bizga kerak bo'ladi mana bu knopkalarni tanladim. Bitta qurilmani o'zida ikkita push stop bittada joylashganligi uchun sal tushunarliroq, qulayroq bo'ladi. Hozir ulab ishlatib ko'ramiz. Kuzatuvchilar, mana sizlar vaqtlaringiz olmasligi uchun videoni pauzaga qo'ygandik. Hop, ulab oldim. Motorimizdan kelgan kabel bu. Mana bu yerda mana ikkita knopkamiz ulandi. Mana tushuntirib o'tadigan bo'lsam, mana birinchi knopkamizga mana avtomatimizdan kelyapti. Avtomat boshqarish uchun bitta avtomat olganmiz, alohida bir faza. Keyin bu avtomatga kelgan oq kabelimiz, mana faza desak, stop tugmamizni mana kirishi. Keyin mana bundan chiqadi. Stopdan ikkinchi tugmasidan chiqib, stop bilasizlar, NC yopiq kontakt. Ikkinchi tugmasidan chiqadi-da, mana shu oq kabel bo'ylab kelyapti. Stopni mana shu birinchi tugmasi, birinchi gilamasiga kirdi. Mana ikkinchisidan mana shu biz bu yerda blokirovkaga olamiz mana. Bu push knopkamizga mana perimichka olganmiz, mana bu yerdan perimichka olganmiz. Bu yerdan keyin mana shu yashil simimiz bilan, ko'k simimiz bilan mana kontaktorimizga ketgan bu. Kontaktorimizga boradi, mana shu ochiq kontaktiga boradi. Bu kontaktdan keyin mana A2 ga olganmiz. Bu orqali mana ko'rishingiz mumkin. Puskatorimiz 220 voltlik. Katushkasi 220 voltlik. Bu yerda kontaktorga kelgan nolimiz mana shu 0. To'g'ri, mana shu nolvoy shinadan kelib turibdi. Xo'p, mana knopkaga qaytadigan bo'lsak, mana ulanish holati. Bu yerdan pushga mana perimichka olganimizda, mana shu tepa tomonidan keyingi birinchi knopkamizni ham shu yerdan olganmiz, mana perimichkani. Sariq simda ketyapti mana. Perimichkani bu yerga olganimizda, push knopkamizni birinchisiga olganimizda, mana bu yashil simda qaytib, bu keyingi push knopkamizga ulanadi bu ham. Mana shu oq sim orqali chiqib ketadi. Mana shu push knopkamizni chiqishlaridan hammasidan shu ikkitasidan bittadan perimichka olib qo'yilsa, bu yerdagi stopga shu ikki knopka ham normal holatda ishlayveradi. Mana bu yerda mana perimichkamiz bor. Bu knopkada shu e'tibor beradigan joyi mana shu birinchi knopkamizni to'g'ri faza kelayotgan birinchi knopkamizga mana shu anaqadan perimichka olmaymiz. Mana bu yoqlarni ko'ring, bo'sh. Mana bu tomonlari ham bo'sh. E'tibor beradigan joyimiz shunda. Ikkinchi knopkadan bo'lsa, mana yopiq kontaktdan, mana stopni chiqish yopiq kontaktidan bunga perimichka olganmiz. Birinchisida olinmaydi. Shu bilan ishlayveradi. Hozir sinab ko'ramiz ishlatib. Xo'p, bismillah. Xo'p, mana birinchi knopkamizni bosamiz.
Motorimiz ishladi. Mana o'zini stopidan o'chiramiz. Motor o'chdi. Hop, yana shu orqali yoqib ko'ramiz. Yoqdik. Motorimiz ishlayapti. Endi bunda mana pustga bosgan nimasi yo'qmi? Bunda stopini bosamiz mana. Ikkinchi knopkamiz stopini bosamiz. O'chdi. Sinab ko'rishimiz kerak o'zini alohida yana. Mana shu ikkinchi knopkamiz puskini bosamiz. Mana kontaktorimiz tortdi, motor ishlayapti. Hop, endi mana o'zi ikkinchi knop shundan yoqqanmiz, shuni o'chiramiz. Motorimiz aylanishdan to'xtadi. Yana shu knopkani yana bir bosib sinab ko'raylik. Mana buni puskini bosamiz. Puski bosildi. Endi bu ikkinchi knopkadan o'chirishimiz mumkin. O'chdi. Simlarimizda ozgina chalkashlik, chiroyli chiqmagan. To'g'ri tushunasizlar. Foydali bo'lgan bo'lsa xursand bo'lamiz. Hammaga rahmat.